Diqqat! Ijtimoiy tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'layotgan yangiliklar tarqalmoqda. Assalomu alaykum. Siz Turfa xabar kanalidasiz. Yangi bo'lsangiz, albatta kanalga obuna bo'ling. Ba'zi manbalarga ko'ra, Rossiyada Telegram messenjeriga cheklovlar kuchaytirilishi mumkinligi haqida ma'lumot paydo bo'ldi. Xabarga ko'ra, Roskomnadzor ilova faoliyatiga qo'shimcha choralar ko'rish imkoniyatini muhokama qilmoqda. Biroq shuni ta'kidlash kerakki, hozircha bu ma'lumot rasman tasdiqlanmagan. Ma'lumki, Facebook va Instagram Meta kompaniyasiga tegishli bo'lgani uchun Rossiyada taqiqlangan platformalar ro'yxatiga kiritilgan. Biroq Telegram hali Rossiyada rasman taqiqlangan ilovalar ro'yxatiga kiritilmagan. Mutaxassislar va kuzatuvchilar axborot makonida tarqalayotgan bunday xabarlarga ehtiyot bo'lishni tavsiya qiladilar. Rasmiy bayonotlar va aniq qarorlar e'lon qilinmaguncha vaziyatni diqqat bilan kuzatib borish kerak. Rossiyada bo'lgan fuqarolarga mahalliy qonuniy talablarga rioya qilishlari uchun rasmiy manbalardan olingan ma'lumotlarga tayanish tavsiya etiladi. Vaziyatning rivojlanishi rasmiy ma'lumotlar asosida kuzatildi. Rossiyadagi tanishlaringizga ushbu videoni yuborib qo'ying. Xayr!